Ushbu tekshirishda ayolimizda tuxumdonda juda ham katta kista aniqlanyapti. Ayolimiz 73 yosh. Menopauzasiga 20 yil bo'lgan. Ayolimizda qon ketishga shikoyat qilib kelyapti. Ko'rganimizda bachadonlarni ichki qavati o'sgan. Bundan tashqari tuxumdonda katta hajmli kista aniqlanyapti. Bu kista papillar psevdomusinozli kista bo'lib, bunday kistalarni tuxumdon rakiga aylanish ehtimoli juda ham baland. Birinchidan, kistamizning hajmi juda katta, ya'ni 1 litrdan ortiq chiqadi bu kistaning hajmi. Razmerlari katta. Bunday katta hajmdagi kistalar tezda tuxumdon rakiga aylanadi. Shuning uchun aziz ayollar, menopauza davrida ham o'z sog'ligingizga befarq bo'lmang. Ginekolog ko'rigidan albatta